Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Hamma o'qidingizlar uchun eng sentr joylarda hovli joylarni topib obzor etishda davom etib Bugungi sotuvga chiqqan hovli joyimiz o'rtoqlar orientiri Duma joyda joylashgan. Chap tarafimizda Raycenter bozor. O'ng tarafimizda stadionning arkasi. Hamma taraflama udobniy marshrut. Masalan, bana chiqsanizlar 19, bana chiqsanizlar yana bir marshrut kelar. Maktab, bog'cha bormi degan savollarga javobimiz Imbarakdena maktab. Bog'cham ishoratda bor. Shundan uyinizdan bir so'rab berasizlar. Manzilini ham, to'shni orientirini ham uyinizda past nomer turadi. Uyinizini so'rab berasizlar. Narxini esa video davomida aytib o'taman. Yana передвижной вороtalari bilan, naveslari bilan o'rtoqlar. Narxini darrov yozib tashlamaysizlar. Video davomida ham men aytib o'tamiz. Yana garaj uchun mestamiz, kanalizatsiya mestamiz ham. Kanalizatsiyasi joyindagina. Eshiklarimiz demir darvozana. Girdik. Bir qator obzorni boshlaymiz sizdan. Girdik. Girende şimdi dolanımız kutib oladi. Bizden katta bu uyimiz üzerimizde evvelki Bledon stilde salıngan ekan katta dolanı boyna. Bir de rakovinamiz, moykamiz girende, kolniyamiz, bağın tarafımızda zalımız. Girende, gelende, xanaga bir öylere etibar berende işlerine, moboylarına etibar berende hem birine lüstralarına eşikleri öte kımmat eşikten yasalgan ekan. MDF yasama eşikler ekan. Bir zalımız çıraylı, şinemetib remont etilgan ekan. Konditsioneri, lustrasi qimmat baho lustra qo'yilgan ekan. Perdelari bir qator baho berishlarni so'rayman. Bahosini aytib o'tamiz. Bahosi o'rtoqlar 890 million. 890 million. Nechuncha qimmat deb aytadigan bo'lsangizlar, barcha jihoz, barcha mebellari, uskunalari bilan qoladi ekan o'rtoqlar. U ham yashashga solingan ekan. Bilasizlar, satuva salingan uy bilan yashashga salingan uyni o'ta katta farqi bo'ladi. Chunki bostiriladigan narsasida, tenishadigan narsasida o'zi uyni osnovasini minikalab qaraganda. Uyni esa juda 10 yildan ziyod bana yashaydilar ekan. Qani, bundan bir gösterlik. Geldik. Alanına lustralarına bir e'tibor beramiz. Banda bir xonamiz, oranda bir xonamiz, tualet banimiz, kuxonniy zonamiz. Kuxonniy zonamiz yine ban tarafta bir xona, ikki xona. Bir yandan tushirib başlaymiz. Keling. Birinchi xonaga bir giramiz, spalnimiz yine. Gen katta etib joylangan va jihozlangan. Shkaflarimiz qo'yilgan, spalnimiz da turimimiz yine hamma narsasi ishlab turibdi. Chotki holatda. Üzerinizden bir gelende bir baho berib o'tasizlar o'rtoqlar. Shuning uchun kelganda sodalashganda ko'rib olishni qalayman. Endi bu yana bir spalnimiz. Lustrasi uncha emas ekan. To'g'rimi? Endi uyning asosiy joylaridan biri tualet banimiz yana. Shinemetib, doğruda banimiz, kir mashinamiz, unitazimiz, bedasa rakovinamiz joylashgan ekan. Istish uyni chap qizadigan joyidan bir ko'rib o'tdingizlar, menimcha qach yo'lda turadi ekan. Yana ban tarafda kuxni, bir ovqatlanadigan joyimiz ekan. Yana bir xona, yana masalan tashqari tarafdan masalan bir mangalmi ya bo'lmasam bir narsa akaman desangizlar, tashqaridan bir joyi bor ekan. Karushlar bilan stashiyatgan deb qo'yibdi ekan, chiroylab navisatib. Novi kerak bo'lsa shu tashab qo'ymak, yashashlik pishirmagan, любой narsa joyi ham bor ekan tashqarida. Joyimiz o'rtoqlar 200 metr kvadrat kadastrni ko'rdik, to'shni ham aytib o'tamiz. Dokumenti cho'lashik joyini hech qachon notarius olib borib olsa tatib bo'lmaydi. Zalog bergan taqdirda o'zi uyalib qoladi, 2-3 kunda joy taqiqdan boshqa narsada bo'lsam ko'rinib qoladi. Shuning uchun olaman desangizlar, past o'yinasi nomeri, narxi 890 million, 200 metr kvadrat, stadionning orqasındagi joy. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.